ekan, sizlar bilan men Top Mobil Games. Bugungi videoda biz Minecraftda bir nechta mod va bir nechta Minecraft secret settinglarini ko'rib o'tiramiz. Bo'lmasa boshladik videoni. Qani ketdik. Mana aka birinchi o'yindan chiqaman. O'sha menimizni ustiga bosaman va bir nechta resurs paklar. Mana xili TNT modimiz va mutant modimiz. Mana daraxt chopish modimiz. Ve teleport modumuz ve bu ciddi şunu yapıp gitmeyeyim mi? Hani şartını kullanılmalı. Şartımız muhtemelen işte. Settingler yapalım da oyuna kayıttan kiramiz. Sizde kiramiz telefon işleyin. Bazıları serialci modlar var. Minecraft settingler var. Burası hech qanday F3 mod kerak emas. Bu hozir o'ynayotgan versiyani birdaniga aytib o'taman. Hozir zombie modlar juda yaxshi. Bemalol foydalansalaring bo'ladi. Mana kirana mana xalama modding. TNTlar yasovchi kitob beradi. Men joy to'lgani uchun hozir menda bir. Mana qolganlarni. Mana bu daraxt chopish uchun. Bu daraxt chopish uchun va modlar, moblardagi va teleport modi bu mana xuddi kiramiz modga o'sha tuxumlari keng tinitlar birinchi mod obzor qilib chiqamiz. Juda bunga kirasizlar. Mana uni olasiz. O'tadi aytsangiz, bu kuchaytiradi mana. Portlaydigan sigir bu. Taraf borlar olov bilan. Yurish qara emotsiyasi qaytadi. Unga minsa ham bo'ladi. Qop uradi. Biz buni hozir migratsiya bo'lamchi urmaydi bizni. Bu modda mana sizga mana bu kitobni beradi. Siz bu kitoblarni bosasiz. Ular shartmas. Mana ishlaydi va jik versiyalar ishlamaydi. Arkadaşlar bunga bosasiz. Mana do'st, urusda ishlatiladigan narsalar va joyni bosasiz. Do'stlik narsasini beradi. Hozir buni işte mana o'sha molning kallasi. Mana uni tashlab tepasiga buni crafting table. Mana shu molni o'ldirsalaring, mana shu kallasi tushadi. 5 dakika kirasizlar va uni olasizlar. O'rtasiga kallasini qo'yasizlar, tepaga buni qo'yasizlar. Mana bunday mana bunaqasiga yasaysizlar. Mana do'st tuxumi. Bo'lgan survival o'tgan. Mana bu yo'qol. Yaramas. Creativity. Yaramasdan sigirlar yaramas. Mana bu modda qilishlar. Mana mutant wizard skeleton. Buning atakasi 18. Mana mutant stake 21 atak qiladi. Ularga har shart ko'ramiz. Enchant AS sharpness 27. Endi o'sha nima sigir tovuqlar ham o'ldiradi buqa. Enchant AS sharpness 5. 24 ve 27. Fakat tezroq sınavı vizitler. Şurada mesela onda.
juda yaxshi narsa tushmaydi. Musul. Golem ham katta qilsa ular. Vizi. Ikkita qilich ishlab olgan. Buni ham kallasi yo'q qilish kerak. Ana bittada kallasi tushdi. Buni ham verstaka craft qilib ko'rsatib qo'yamiz. Emotes. Mana endi biz uchun do'st. Ursak ham bizni urmaydi. Endi bizni raqiblardan himoya qiladi. Bu ma'no do'stlik. Va qancha ursak ham bizni urmaydi. Zombilardan himoya qilaman. Qani give us zombie power. Dört tane koy. Oradan ne? Nasıl gidiyor? Oradan ne? Aslında yolda bir travma. Emotka. Tamam. No golem. No varlığını küçültürülüyor. Olmaydı. Benim de dostluk. Yine qora narsani olish kerak. Mana o'sha qora narsa hammasini zombilerde endi bizga endi F3 mod kerak emas. Minecraftda shuni setting o'tasizlar. Mana o'sha yana tuch o'rniga kiramiz. Нашел камеру будто. Нашел камеру будто.
Mana foyda bo'ladi. Mana javob ishini oladi. Buni yoqishimiz yana 4 qo'limizni o'tamiz. Mana o'tdik. 300 ming deymiz. Mana pik blok, shu buton kerak emas. Pik blok bo'lsa-lari. Mana foyda bo'ladi. Ketdi. Yo'qol. Uzoq qochib ketaman hozir. Va foydamay qolar endi. Hozir siringa tappa. Ai. Sodir bo'ldi. Jon qotib qoldi. Yordam. Hamma narsaga to'p kelgani qarang. Hozirdan qotyapti. Bu roket empty. Hamma narsasi ishladi va bilmadim. Mana shuni yo'q. Qilay. Deb shuni qo'yib o'tasiz, shuni yozasiz. Mana shu istomotam Telegram kanalida bo'laman. Mana teleporterlar hammasi bir xil faqat ranglashgan. O'zim kitobim biri yasash oson. O'zim mana yoqaman. Bemalol serial ekan. Ana. Yetişemezsem bir stack kerak bizga. Mana portali faqat uni yerda endi parol qo'yilsa, tepaga bir tarafga sabatim qo'ysa, bemalol ishlaydi. Tikiri chiroqlar yonar ekan, lekin menga shu taraf yoqdi buni. Mod Telegram kanalida kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz. Va bu ikkinchi video meni. Mayli, video cho'zilib ketdi, vaqtimiz zamoz qilyapti. Hammaga xayrlar bilan gaming mobil games bo'ldi. Hammaga xayr.